Bugun kechki ovqatga nima tayyorlamoqchisizlar? Shu videoni bitta ko'rib olmaysizlarmi? Kartoshkalarni katta-katta bo'laklarga bo'lib, pishguncha qaynatamiz. Tavaga yog' va piyozni solib, qovuramiz. Piyoz sariq rangga kirishni boshlashi bilan ustiga tovuq go'shti filesidan solib, ziravor va tuzlarni yetarlicha solib olamiz. Tovuq go'shti filesini suvlari qurgunicha yaxshilab o'rta olovda qovurib olamiz. Bu taomga men shirin svetofor bolg'ar qalampirlaridan foydalandim. Sarımsak piyozni solamiz. Bir qovurib olganimizdan keyin ustiga qaymoq solamiz. Yaxshilab aralashib, tovuq go'shtiga singishi va yumshoqlik berishi uchun 10 daqiqaga past olovda dimlaymiz. Shu orada qaynab pishgan kartoshkalarimizni pyure holiga keltiramiz. Ko'rayotganingizdek kartoshkalarni katta-katta kesib pishirib olganman. Bu usulda pishgan kartoshkalar suv shimmaydi, quruq bo'lib pishadi. Tayyorlab olgan pyuremiz ustiga bir sidra tuz sepib yuboramiz. Shu orada dimlab pishirilgan qaymoqli tovuqli massamizni solganimizda qaymoqlarimizni kartoshkalar o'ziga shimib oladi. Taxlab olgan massamizni ustiga bir sidra eruchan pishloqni qirib olamiz. 180 gradus darajada 15 minut gaz pechida mazalar bir-biriga o'tishi uchun qoldiramiz. Tayyor bo'lgan taomimizni kim qancha yeyishini so'rab dasturxonga tortamiz. Video yoqqan bo'lsa, menga obuna bo'ling, yurakchani qizartirib qo'ying. Kechki dasturxonga bu ovqatni tayyorlab, uyingizdagilarni hayron qoldiring. Yoqimli ishtaha.